Xorazm viloyati. Hop. Xorazm viloyati. Buxoroga e'tiboringlar, bitta zamlikka anaqani ochib olsa. Xorazm viloyati. Xorazmda 2-3 tamli mana yo'nalish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovoz eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Kam ekan, ha? Kamerani yaqinlashtirish kerak. Fotondan. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Hozir sizlarni zal ajdaniga qo'yib turamiz. Qonur aka. Aha, xo'p. Nechtasi kelgan so'rab oling. Qonur aka, nechta odam kelgan nomzodlardan? 7 ta nomzoddan 3 nafari kelgan. Qaysilar unda? Familiyasini aytsam. Kim? Ataniyazov Ali Kamil. Aha. O'tmadingizmi hali? Chiqib ketdi. Mayli, anaqa buyoqda ishchilarni imtihonlash buyoqda bo'lib ketaveradi. Mayli, kuzatib turing faqat. Xorazmda bor ekan inspeksiyasi. Ertadan ochiladi, ertadan. Assalom, Nodir aka. Xorazm viloyati. Qonur aka. Qanday Mamnun aka? Kim? Ataniyazov Ali. Ataniyazov Ali, Ibodullayev G'ayrat, Aha. Bekchanov Anvarbek. Bo'ldi aka, rahmat. Xorazm chiqaradi.
Abdulla aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya raisi. Assalomu alaykum. Shukurlovich. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Bayramlar bilan kelayotgan. Rahmat, rahmatulloh bo'lsin. Salomatmisizlar? Rahmat. Boshlaymizmi? Marhamat, tayyorlik boshlaymiz. Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot departamenti birinchi lavozimga tibbiyot departamenti statsionar xizmat va dori vositalari ehtiyojlarini shakllantirish boshqarmasi boshlig'i lavozimiga ichki tanlov e'lon qilingan. Bunga bitta nomzod tanlovda qatnashgan. Shu nomzod taklif qilamiz. Tamam. Nomzod Rizkiyev Umidulla Rahmatullayevich 1982-yil Toshkent shahrida tug'ilganlar. Ma'lumotlari oliy. Mehnat faoliyatlarini 2003-yilda boshlaganlar. Hurmatli nomzod, siz Sog'liqni saqlash vazirligi ishga qabul qilish komissiyasi suhbatiga tashrif buyurdingiz. Sizga random savollar yuboriladi. Tayyor bo'lsangiz boshlasak bo'ladi. Tayyor. Ekrandan chiqadi. Ketma-ketligi bo'yicha javob berishingiz mumkin. Birinchi savol, mayli javob beraman. Birinchi savol, palliativ xizmat deganda nimani tushunasiz? Palliativ xizmat deganda bu yordamchi, ya'ni davolashga, to'g'ridan to'g'ri kasallikni davolashga qaratilgan chora-tadbirlar emas bu. Ya'ni uni ahvolini yengillashtirishga qaratilgan xizmat bu palliativ xizmat hisoblanadi. Qisqa javob berib ketsam bo'ladi. Ikkinchisi, triaj tizimi nima ahamiyati? Triaj deganda bu o'zi so'zini ma'nosi bu saralash degan ma'noni anglatadi. Tibbiyotda bu ayniqsa shoshilinch va tez tibbiy yordam tizimida triaj xizmati yurtimizda to'liq yo'lga qo'yilgan. Bu degani 3 ta yo'nalishda, endi boshqa davlatlarda 5 xil yo'nalishga ham bo'lishadi. Mana Koreya, Kanada oladigan bo'lsak, biz O'zbekistonda 3 xil yo'nalishda bo'linadi. Ya'ni bemor o'zini oyog'i bilan yurib keldi va o'ziga xizmat ko'rsata oladigan bo'lsa, bu yengil darajadagi, ya'ni shifokorga o'zi borib murojaat qilish kerak, tekshiruvdan o'zi borib o'tish kerak. Ya'ni buni shartli ravishda yashil daraja qilib belgilanadi. Ikkinchisi, bu bemor hushi joyida, hushi joyida, lekin o'ziga o'zi xizmat ko'rsata olmaydi. Ya'ni o'zgalar yordamiga muhtoj bo'lgan holat. Buni shartli ravishda sariq bemorlar yo'nalishiga ajratilinadi. Bunda farqi yashildan bu bemorga emas, bemor va tibbiyot xodimlari bemorning oldiga boradi va u maxsus xonaga joylashtiriladi. Va uchinchi yo'nalishimiz bu qizil yo'nalishdagi bemorlar. Bu demak, es hushi joyida bo'lmaydi yoki o'ta og'ir ahvolda bo'lgan bemorlar, bularga to'g'ridan to'g'ri reanimatsion chora-tadbirlar yoki operativ muolajalar o'tkazilishga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma bo'ladi. Triaj demak og'irlik darajasiga qarab turib bemorlarni taqsimlash, saralash. Demografik ko'rsatkichlarga qanday ko'rsatkichlar kiradi? Demak, aholini tug'ilish ko'rsatkichi, o'lim ko'rsatkichi, keyingisi mana bu hududlar bo'yicha aholini zichligi, erkak va ayollarni soni, o'rtacha umr davomiyligi, mana shu kabi ko'rsatkichlar demografik ko'rsatkichlar hisoblanadi. Nogironlikchi kiradi. Nogironlik ham kiradi. To'rtinchisi, tibbiyot brigadalari tarkibiga kimlar kiradi? Endi tibbiyot brigadalarini ikkita tizimda, alohida ikkita tizimda ham demak tibbiyot brigadalari deyiladi. Bu demak tez tibbiy yordam tizimida tibbiyot brigadalari. Ikkinchisi birlamchi tibbiy sanitariya yordami tizimida, ya'ni oddiyroq aytganda oilaviy poliklinikalardagi tibbiyot brigadalari. Birinchisiga, ya'ni tez tibbiy yordam brigadalariga bu kiradi. Birinchisi tez tibbiy yordam shifokori, felsheri va haydovchi. Agarda reanimatsion brigada bo'ladigan bo'lsa, unda reanimatolog, reanimatsion shifokor hamshirasi va haydovchidan iborat bo'ladi. Yana uchinchisi ham bor, tez tibbiy yordamda bu psixiatrik brigada. Ularda demak bitta psixiatr shifokori, ikkita tibbiyot sanitari bo'ladi va haydovchisidan iborat bo'ladi. Endi birlamchi tibbiy sanitariya yordamidagi tibbiyot brigadalariga bu oilaviy shifokor va hamshira. Hamshiralar hozirgi kunda mana bu tajriba sinov hududi va tajriba sinov hududiga o'tmagan ikkita qismga bo'lsak bo'ladi.
O'tmagan qismida bu bitta oilaviy shifokorga bu 2000 ta aholiga nisbatan bitta hisoblanadigan bo'lsa, bitta shifokorga nisbatan 3,5 ta hamshira, ya'ni bundan 3tasi patronat hamshirasi deyiladi, 0,5 bu doya. Mana bu tajriba sinov hududlarida esa sal boshqacharoq. Ularda 3000 ta aholiga bitta oilaviy shifokor stavkasi ajratiladigan bo'lsa, va ikkita turdagi hamshiraga bo'linadi. Bu amaliyotchi hamshira va oilaviy hamshira. Amaliyotchi hamshira bu demak 3000 taga bitta hisoblanadi, oilaviy hamshira 1000 taga bitta. Ya'ni bitta oilaviy shifokorga aholi soni bilan hisoblaydigan bo'lsak, 4 ta hamshiraga to'g'ri keladi. Bu tajriba sinov hududlarida. Tajriba bo'lmaganda 5 ta to'g'ri keladi. Biriga yo'q, 2000 aholiga biriga 3,5 edi. Endi hozir 3000 aholiga biriga 4. Shunda 5 ta bo'ladi. Tajriba bo'lmaganda Tajriba 3,5. 3,5 2000 taga 3,5 ta. Endigisida yengisi tajribasida bu 3000 taga, ya'ni aholi soni ham o'zgaryapti o'zi. Bir-biriga korreksiya qilib turib hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 2000 ga 3,5 tamiz, yarim taga ko'payadigan bo'lsa 175. 4 525, ya'ni biriga 525, biriga 4 ga aylanadi. Ya'ni 125 hamshira yo'q bo'lyapti hozir. Xo'p, va oxirgi savolimiz qaysi kasalliklar nogironlikka chiqishning yetakchi sabablari bo'lib hisoblanadi? Hozirgi kunda demak, birinchi o'rinda nogironlikka sabab bo'layotgani bu yurak qon tomir kasalliklari hisobiga nogironlikka chiqish bo'lyapti. Ikkinchisi bu suyak mushak tizimi kasalliklari hisobiga nogironlik, uchinchisi onkologiya xastaliklari, qolganlari 4-turga bo'linib ketadi. Rahmat. Savollar bormi? Nomzod bo'lsa. Sog'lom yurak konsepsiyasini bosib. Albatta, sog'lom yurak konsepsiyasini shartli ravishda 5 ta qismga bo'lsak bo'ladi. Bu sog'lom yurak konsepsiyasini formulasi deb atasak ham menimcha to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 0 chekish, 150 daqiqa harakat, keyingisi ovqatlanish rejimiga rioya qilish bor edi, to'g'ri vazn, ya'ni ortiqcha vaznga ega bo'lmaslik va qon bosimini doimiy nazorat. Savol beraylik unda biz ham. Ma'lum lekin Qanday? rahmat bilan davolash yo'nalishi bo'yicha-da, hozir mana vazirlik korrupsiyaga qarshi kurashishlar bo'yicha ishlar boshlangan. Umuman davolash sohasida mana shifokorlar o'rtasida korrupsiya oldini olish yo'nalishi bo'yicha nima ishlar qilganimiz ma'qulroq, tezroq samara beradi. Chunki kontingent juda ham katta bizada ahvol qilish sal qiyinroq, baribir eng past quyun bo'lgungacha tushib olish uchun. Shuning uchun vazirlik nuqtai nazaridan aynan davolash sohasida nima ish qilsak, shu amaliyotchi sifatida tezroq bir effekt berishi mumkin. Tushundim. Demak, birinchisi hozirgi kunda bo'layotgan siyosatda eng asosiy narsamiz bu inson omilini kamaytirib, raqamlashtirish jarayonini kuchaytirishimiz kerak. Ana o'shanda korrupsiyani anchaga oldin olgan bo'lamiz. Qo'shimcha ravishda, parallel ravishda o'sha korrupsiya omillariga ko'proq moyil bo'ladigan xodimlarni agar haqiqatan ham shu tizimga loyiq odam bo'ladigan bo'lsa, oylik maoshlarini oshirish, ish sharoitini yaxshilash kabi narsalarni ham bir taklif qilgan bo'lardim. Rahmat. Hurmatli nomzod, siz komissiya a'zolariga e'tiroz takliflaringiz bormi? Yo'q. Tanlovda qatnashganingiz uchun rahmat katta. Salom. Salom. Raqamli texnologiyalarni joriy etish va sun'iy intellekt tizimlarini rivojlantirish boshqarmasining sun'iy intellekt tizimini rivojlantirish bo'lim boshlig'i lavozimiga tanlov e'lon qilingandir. Bunga bir nafar nomzod hujjat topshirgan. Abduqayyumov Samandar Abduqahhorovich 1980-yil Toshkent viloyatida tug'ilganlar, ma'lumotlari oliy, mutaxassisliklari bo'yicha telekommunikatsiyalar va mobil aloqa tizimlari mutaxassisligi bo'yicha oliy ma'lumotga egalar. Mehnat faoliyatlarini 2002-yilda boshlaganlar. Hurmatli nomzod, siz Sog'liqni saqlash vazirligi ishga qabul qilish komissiyasi suhbatiga tashrif buyurdingiz. Ekran orqali
tasodifiy savollar beriladi. Ketma-ketligi bo'yicha javob berishingiz mumkin agar tayyor bo'lsangiz. Rahmat, tayyorman. Savolni o'qiysiz va javobini berasiz. Bitta ketma-ket. Klaviaturada birinchisi. Chiqarib o'qing savolni. Word'da shift front o'lchamida qayerdan sozlanadi? O'sha panelda o'zida shift paneli bor, Word'da o'sha joydan sozlanadi. Microsoft Word dasturi nima uchun ishlatiladi? Asosan hujjatlarni tayyorlash uchun, matnlarni chop etish uchun foydalaniladi Word dasturi. Bemor o'zini poliklinikaga mustaqil ravishda biriktirishi mumkinmi? Bemor o'zini poliklinikaga tashrif buyurgan holda biriktirishi mumkin. Qanday usulda? Buni o'zini oilaviy shifokoriga murojaat qilgan holda. Mustaqil deyilgan. Shunga e'tibor bering. Yo'q, mustaqil oilaviy shifokor orqali biriktiriladi. Demak, mobil ilova orqali mumkinmi yo'qmi? Yo'q, mobil ilova orqali mumkin emas. Chorakda bir marta. Bir marta mumkin. Sun'iy intellekt tibbiyotga eng ko'p qaysi sohalarda ishlatiladi? Sun'iy intellekt bugungi kunda yangi kirib kelayotgan soha bo'lib, barcha turdagi sohalarga jadal kirib bormoqda. Xususan biza shu sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha olib borgan izlanishlarimiz natijasida o'ylaymanki, sog'liqni saqlash tizimi bu eng jadal kirib boradigan sohalardan biri bo'lib qoladi. Xususan prezidentimiz o'zlari ijtimoiy sohaga, ya'ni ta'lim va sog'liqni saqlashga sun'iy intellektni jadal rivojlantirish bo'yicha alohida topshiriqlari bor. Shu maqsadda asosan sog'liqni saqlash va Qaysi yo'nalishida? Qaysi yo'nalish? qaysi Demak, yo'nalish yo'nalish deganda tushuncha olish uchun, demak, rentgen, katta tasvirlardami yoki big datalardami, qaysi yo'nalishlarda ko'p ishlatiladi? Yo birlamchi bo'g'indami? Yo'q, hozir asosan bular o'sha ta'kidlab o'tilgandek UZI, MRT apparatlarida onkologический sniмкаlarni o'rganish, pnevmologiyani o'rganish, nafas olish yo'llarini o'rganish, kartinkalarni o'qib, bu bo'yicha o'zining xulosasini vrach assistent sifatida taqdim etadi. Elektron retseptning noto'g'ri ishlashi bemor xavfsizligiga qanday ta'sir etishi mumkin? Elektron retsept tizimi asosiy o'zi nimasi? Bemorga noto'g'ri tashxis qo'yish oldini olish uchun qaratilgan. Bu yerda elektron retseptda hozir mana Dimet tizimidan foydalangan holda bemorni diagnoz qo'yishda vrachga unga o'zini yechimini beradi. O'sha yechimidan kelib chiqqan holda, ya'ni vrachlar konsultasyon qilganda sun'iy intellektni o'zini taklifiga asosan vrach назначение beradi. Shuning uchun bu bitta insonni o'zini qarori bilan qabul qilingandan ko'ra, qo'shimcha tavsiya asosida qabul qilinganligi uchun elektron retseptda noto'g'ri retsept nima qilish ehtimolligi juda past bo'ladi. Shuning uchun elektron retsept tizimi O'zi elektron retseptda eng asosiy 3 ta anaqasi bor, maqsadi bor. O'sha bitta maqsadi bilan bu yerda yozib qo'yilgan. Bemor xavfsizligini ta'minlash eng asosiy shu. Qolgan maqsadlar nima deb o'ylaysiz? Qaysi maqsadlar? Elektron retseptning maqsadi bor. 3 ta asosiy. Elektron noqonuniy dori vositalarining aylanmasi. Bu demak, noqonuniy dori vositalarini desa, bu hammasini kontrafaktor ularni hammasini olib olmaydi, lekin tayinlangan dori vositalarini demak harakatini kuzatib turadi. Bu endi archish ko'pchilik aytadi, butun hammadan dorini harakatini ololmaydi bu elektron retsept. Bu bitta faqat tayinlangan dorini harakatini qayerdan keldi, qanaqa ketdi bu, iste'molchiga qanaqa yetib bordi. Bundan tashqari, o'sha vrach tomonidan yozilganda, imенно dori vositasining nomi emas, uni sostavляющийsi yozilishi
tartibida firmalarni o'zini Demak, shifokor mas'uliyati. shifokor mas'uliyati. Shifokor mas'uliyati oshdi. Endi shifokor ham endi qaraydi, anaqasiga ko'rib Chunki chiqdi. istoriyasi hammasi qoladigan bo'ldi. Ko'rib chiqdi. Undan keyin demak bunga antibiotik mumkinmi, yo'qmi o'zi? Tayinlash oldin qanaqa ichgan, qanday etapda o'tgan? Bu asosiy maqsadlar. Lekin juda ko'p maqsadlar bor, lekin asosiy shu. Tak, sizga 5 ta savol berildi. Shu 5 ta savoldan 3 tasiga javob bera olmaysiz. 3-chi, 4-chi, 5-chi. Ham 3-chi, 4-chi, 5-chi savollarga Nodir Tirkashev javob berdi. Javob bergan. Birinchi ikkitasiga javob berdingiz. Agar qaysiga javob berdim desa, men sizga gaplasha olaman. Kimda savol bor? 4-inchisi bo'yicha agar xatolik bo'lgan bo'lsa, Mana raqam 4-chi bo'yicha iltimos, mayda rais bo'lganda o'zlarini kelmay qo'ying, ruxsat so'rab savol bering. 4-chi bo'yicha sun'iy intellekt tibbiyotda eng ko'p qaysi yo'nalishda qo'llaniladiganiga siz javob bermadingiz. Bitta zapis bor. Mana bu aytdilarki, sizga podskaska qilib 2-3 ta yordam bergandan keyin o'pka deydi. Lekin aslida bugungi kunda sun'iy intellektda tibbiyotda ishlatilish bo'yicha 3 ta yo'nalishda aniq ishlar olib borilyapti. Bugungi kunda. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligida. Birinchisi o'sha MRT, MCKT tasvirlarini o'qish bo'lsa, ikkinchisi infarkt, insult kasallariga diagnoz qo'yish bo'yicha mana bir nechta klinikalarimizda o'tkazildi. Uchinchi yo'nalish retina programmasi, bu o'sha perinatal markaz, boshqa markazlarda bu ish qilinadi. Bu 3 ta qilinayotgan ish, lekin bundan boshqa yana qilinishi kerak bo'lgan bir qancha ishlar bor. Vazirlikda bugun mana shu 3 ta ish konkretni qilinyapti. Siz undan tashqari aytishingiz mumkin edi, yana bu qaysi sohalarda tibbiyotda ishlatilishi mumkinligi haqida. Bu haqida ham aytmadingiz. ozgina Siz aytdingizki, elektron retsept tizimi o'sha diagnoz qo'yish uchun kerak bo'ladi deysiz. qo'shimcha Elektron retsept tizimi diagnoz qo'yish uchun umuman ahamiyati yo'q. Elektron retsept tizimi diagnoz qo'yib bo'lingan bemorlarga tayinlangan davo muolajalarini elektron shakli doktor tomonidan, shifokor tomonidan uni diagnoz qo'yishga yoki o'sha dori-darmonlarni noto'g'ri aborot qilinishiga daxli yo'q. Hech qanday daxli yo'q. to'g'ri ta'kidladingiz, Abshir Shukrullayevich. Olgan hajm vaqtida o'zim notarial suratnoma bilan kishi ginekologiyada birga 2 ta sun'iy intellekt joriy qilishda o'zim ham ishtirok etyapman. Bu bittasi bifida, bittasi ko'ngil ko'zi, ikkinchisi ko'ngil ko'zi. Undan tashqari keyin qo'y kompaniyasi bilan shu ishli yo'nalishda, ya'ni pochka, keyin jigar, yurak qon tomirlari, keyin yo'qki bo'yicha 4 ta направленияda ular bilan hamkorlik ish olib boramiz. Shuni aytish kerak. Yo'q deyish kerak. Savollar bormi? Nomzod savol bor bunda. demak. Markaziy apparat faoliyat yuritayotgan. Hozir mana ichki nazorat bo'limi tomonidan ayni shu kecha kunduzda xodimlarga korrupsiyaga qarshi o'sha bilimi, umuman ko'nikmasi bo'yicha tegishli o'sha tushuntirish va turli xil shakldagi deklaratsiyalar to'ldirilyapti. Manfaat to'qnashuvi to'g'risida qonun qabul qilingan. Shu qonunga ko'ra savol shundan iborat. Vazirlik bugungi kunda davlat fuqarolik xizmatchisi xodimlari sifatida bir necha joyda ishlash mumkinmi? Bu bir. Yoki bo'lmasa, aynan vazirlik xodimi bo'lib turib, qaysidir ma'noda o'sha tashchi yoki qimmatli qog'ozlarga ega bo'lishi mumkinmi mazkur qonunchilik talablaridan kelib chiqqan holda? Bu korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida. Hozir vazirlik xodimi bo'lib turib, tasischi bo'lishi mumkin emas, lekin qimmatli qog'ozlarga ega bo'lishi mumkin. 5%gacha Uni foizini hozir aniq aytolmayman, но qimmatli qog'ozlarga ega faoliyat yuritishi mumkinmi? Bir vaqtda o'zida mana tizim tashkilotlarida 2 yoki undan ortiq vazirlik xodimi bo'lib turib, o'zi tizim tashkil. Mana siz hozir IT sferasida qaysi umuman siz misolingizda o'rindosh sifatida ishlash mumkin edi. o'rinlar sifatida ishlash mumkin emas, manfaat to'qnashuvi qonuni. Ishlash mumkin, lekin faoliyat bilan bo'lanishi mumkin emas. Aniqlik kiritaylik bu yoqda. Faoliyat deganda bu qandaydir litsenziyalangan faoliyat bo'lishi mumkin. Shunaqa bilan ishlash mumkin. Mehnat o'rindosh deyaptilar-ku. Mehnat shartnomasi Ishlash mumkin sifatida degan. Ishlash mumkin. umuman ishlash mumkin. Qimmatli qog'ozga ham mumkin, ya'ni 10%gacha. To'g'ri.
Bormi kimdadir savoling? Komissiya a'zolariga taklif e'tirozlaringiz bor? Yo'q. Rahmat. Bitta savol bersam bo'ladimi? 2030-yilga borib tibbiyot tizimida raqamlashtirish qanaqa yo'nalishlarda rivojlangan bo'lishi kerak deb hisoblaysiz? 2030-yilga borib. Biza mana Xitoy Xalq Respublikasining erishgan natijalardan o'rganganimizda, bulardan asosan onkologiya yo'nalishi, keyin PAX tizimi orqali foydalaniladigan barcha turdagi rasmlar, snimkalardan sun'iy intellektdan foydalanish. Shu ikkita yo'nalish bo'yicha eng katta nima? Keyin yaqinda biz o'rganganimiz mana bu bifilar bo'yicha ko'ngil ko'zi, bular ham juda ko'p rivojlanadi deb hisoblayman. Tax tizim buni ishlab turibdi ular. Ishlab turibdi. Buni faqat biza hozir snimkalarni oldik. Imaging Unit degan kompaniya sun'iy intellektni joriy qilib, bizlardagi ko'p qurilmalar har xil brendlarga tegishli bo'lganligi uchun ularning snimkasini, ularning sun'iy intellektni o'qiy olish darajasi, xatolik darajasini tekshirish ishlari olib borilyapti hozir. Faqat ular 30-yilgacha Pax tizimini ishlash kerak deyapti. Pax Yo'q. kechakku-ku. PAX ishlab Bu turibdi. Ishlab turibdi. Pax bor. Imaging ichida shunga sun'iy intellekt ko'proq joriy qilinadi demoqchiman. Imенно PAX tizimi. Yuqori texnologiyali o'sha ta'sir bilan ishlaydigan kompaniyalar, aytaylik o'sha General Electric bo'ladimi, Siemens bo'ladimi, bugungi kunda Hitachi bo'ladimi, ular hammasini o'sha o'zini chiqargan snimkalarni o'qiydigan sun'iy intellekti bor. Barchasini. Mana bu mammografiya bo'yicha o'zini intellekti bor. Bu bugungi kunda yangilik emas. Bu kechakku. 30-yilgacha emas. Endi shu Mayli, tushunarli. Savollar. Rahmat. E'tirozlaringiz? Estağfurullah. Takliflaringiz? Rahmat tanlovda qatnashganingiz uchun. O'shancha kerak. Shaxsan. Yoki Navbatdagi lavozim nazorat inspeksiyasi va JST masalalari boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimiga tanlov e'lon qilingan. Unga bir nafar nomzod tanlovda ishtirok bo'yicha ariza topshirgan. Muhiddinov Mansur Sa'dullayevich 1983-yil Xorazm viloyati Gurlan tumanida tug'ilgan, ma'lumoti oliy. Umumiy amaliyot shifokori, sud tibbiy ekspert mutaxassisligi bo'yicha ma'lumotga ega. Mehnat faoliyatini 2012-yilda boshlagan. Hurmatli nomzod, Sog'liqni saqlash vazirligi ishga qabul qilish komissiyasi suhbatiga tashrif buyurdingiz. Sizga ekran orqali 5 ta savol beriladi. Ketma-ketligi bo'yicha javob berishingiz mumkin bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishning asosiy manbai nima? Sog'liqni saqlash moliyalashtirishning asosiy manbai o'sha har yili tasdiqlanadigan, bilishimcha javob berishga harakat qilaman. Har yili tasdiqlanadigan davlat byudjetidan alohida o'sha sog'liqni saqlash tizimiga mablag' ajratiladi. Bundan tashqari yana shu grant loyihalar boshqalar bo'yicha ham qo'shimcha mablag'lar taqdim qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 188 sonli farmoni bilan tashkil qilingan tajriba sinov hududlarida tashkil etilgan ikkinchi tip oilaviy poliklinikalarda mavjud shifokor lavozimlari to'g'ri ko'rsatilgan qatorni belgilang. P88 bu 19-mayda 2025-yil 2025-yil tasdiqlangan. Bunda o'sha sog'liqni saqlash tizimida aholiga bo'lgan tibbiy xizmatni yanada yaqinlashtirishga qaratilgan loyiha hisoblanadi. Ikkinchi tip oilaviy poliklinikalarda asosan bu aniq esimda yo'q, hozir aytolmayman, adashishim mumkin. Yo'q, aytaylik, mavjud shifokorlar ko'rsatilgan qatorini tanlang. Past ko'taring.
Yo'q, yo'q, bu savol shunaqa ketib Qattiq qolgan. bo'lishi kerak. Yo'qmi? O'zi ikkinchi tipologiya poliklinika necha aholi soni? Unaqa qator berilmagan. Aholi sonidan kelib chiqib belgilangan. Bu farmonni o'zi asosiy Bitta bo'lishi kerak. farmonni o'zi asosiy maqsadi shu tibbiy xizmatni aholiga yaqinlashtirish. Ya'ni bunda shu Oilaviy poliklinikada kimlar ishlaydi o'zi? O'sha oilaviy poliklinikada tibbiy brigadasi bormi? tibbiy brigadalar Kimlardan bor. boradi o'zi? Tibbiy brigadalar, bundan tashqari umumiy amaliyot shifokori и keyin nima? Kim ishlaydi undan shifokori bilan? Brigadada. Patronaj hamshira. Institut. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining faoliyati Vazirlar Mahkamasining qaysi qarori asosida tashkil etilgan? Bu 411 714 qaror asosida tashkil etilgan. Sog'liqni saqlash tizimida maqsadli moliyalashtirish nima? Sog'liqni saqlash tizimida maqsadli moliyalashtirish bu shu davlat tomonidan ajratilgan mablag'larni sohaga tegishli bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha teng taqsimlanishi, ya'ni unda asosan o'sha ehtiyojdan kelib chiqib turib kerakli bo'lgan asbob uskunalar, keyin dori vositalari, boshqa ehtiyojlarga, shu zaruriy ehtiyojlarga taqsimlanishi hisoblanadi. Moliyalashtirish mana bizada shu paytgacha Moliya vazirligi, moliya boshqarmalari orqali moliyalashtiriladi, to'g'rimi? Moliya boshqarmasi o'sha aytaylik bitta birlamchi tizimni oladigan bo'lsak, o'sha tuman tibbiyot birlashmasiga pul ajratadi, o'shani oladi. Mana yangi tizimga o'tganimizdan keyin nima o'zgaradi moliyalashtirishda? Pulni kim beradi undan keyin? Yangi tizimga o'tgandan keyin o'sha mahalliy byudjetdan mablag' ajratilinadi и o'sha ajratilgan mablag'larni hisobiga Ya'ni o'sha moliya boshqarmasidan oladi pulni? Qayerdan oladi? hozirgi yangi tizim bo'yicha asosiy davolanish anaqasi bo'yicha sug'urta nimasidan oladi mablag'larni. Albatta. Dori anaqalarni. Moliya boshqarmasi oldin ajratilgan byudjet pulini bersa, bundan keyin sug'urta har bitta davolangan holat bo'yicha nima uchun bermaydi? Farqi shunda ikkalasini. Hozir ming bor bilish. Demografik ko'rsatkichlar tushunchasiga nimalar kiradi? Demografik ko'rsatkichlar bular o'sha O'zbekistonda yashayotgan aholini asosiy o'sha kasallanish ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ya'ni har bitta o'sha nima bo'yicha, yo'nalish bo'yicha qaysi kasalliklar qanchalik nimada soni nimalari berilgan bo'ladi. Gripp bilan shamollansam demografik Yo'q, gripp bilan emas, asosiy o'sha misol onkologik anaqalar bor. Keyin yurak qon tomir, har bitta nima bo'yicha o'zi belgilangan ko'rsatkichlar bor, o'shalar bo'yicha kiradi. Yo'q, uchetda turish emas, bu demak kasallanish turlari emas ekanda bu. To'g'rimi? Buning ko'rsatkichi bilan demografik ko'rsatkich asosiy kasallanish ko'rsatkichlari emasda. Keyingisi. Bu yoqda raqamlashtirishda 2030-yilga borib nimani kutyapmiz? Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi holatimizni bilasiz. 30-yilga borib nimani kutyapmiz? Nima bo'ladi? Nima darajaga, qanaqa usullardan nima qo'llaniladi?
kiringiz. 2030-yilga borib raqamlashtirishda endi hozirgi kunda mana hammamizni nimamizda bor, guvoh bo'lyapmiz, raqamlashtirishga o'tilyapti. 2030-yilga borib shu birinchi navbatda boya mana bu anaqada ham kiritib o'tilgan 888da ham shu raqamlashtirish orqali qog'ozbozlikdan voz kechish. Bundan tashqari shifokorlarni shunga ketadigan anaqasini yuklamalarini kamaytirish. Mansur aka, qog'ozbozlikdan voz kechish bo'yicha birinchi 2005-yilda boshlangan. Bu 155-son Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan. Bu hamma go'sorganga borgan. O'shandan buyog'i qog'ozbozlikniki qog'ozdan. Bu maqsad emas-da, uzoq maqsad emas demoqchi. Siz umuman tanishmisiz 2030-yilga vazirlikning strategiyasi, tibbiyot tizimini isloh qilish bo'yicha, demak 2030-yil strategiyasi haqida. Qisman tanishman. Masalan, qaysi ko'rsatishlar? Shu raqamlashtirish bo'yicha siz raqamlashtirish emas, vazirlikda strategiyasi bilan. Strategiyasi asosiy o'sha hozirgi misol uchun Akmal akani olib qo'yish kerak yonlar. Rahmat, sog' bo'lsin. Bir savol bersam bo'ladi. Nazorat inspeksiyasiga nomzod bo'lib boryapsiz. Nazorat inspeksiyasini o'zi asosiy faoliyati nimadan bo'ladi? Nima bilan shug'ullanadi nazorat inspeksiyasi? nazorat inspeksiyasi asosiy faoliyati bu shu O'zbekiston Respublikasida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan buyruqlar yoki bo'lmasam shu qaror, yuqori prezident qaror farmonlari ijrosini nazorat qilish, ya'ni bunda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatni sifatini nazorat qilish hisoblanadi. Ya'ni shu har bitta misol uchun bemorga qilinayotgan davo muolajalarini to'g'ri qilinmayotganligi, standartlarga mos ravishda qilinayotganligi, bundan tashqari yoki bo'lmasam shu polipragmaziya holatlari mavjud yo'l qo'yilyaptimi yo'qmi, o'sha nimalarni o'rganadi. Shunga o'sha tekshiruvlar o'tkaziladi. Hali bitta savol bor, oxirgi savol. O'zimiz yo'nalish bo'yicha, Karobson olmoqchi bo'yicha. Mansur aka, nazorat inspeksiyasida anchadan beri ishlaysiz. Malakali mutaxassissiz. Umuman o'zi vazirlik xodimi korrupsiyaga duch kelganda kimga xabar berish kerak? Birinchi o'rinda mehnat shartnoma talabi bo'yicha. Vazirlik xodimi agar korrupsion holatga duch keladigan bo'lsa, birinchi navbatda rahbariyatni ogohlantirish kerak. Undan keyin shu huquq tartibot organlariga xabar berish kerak. Hop, mehnat shartnomasi bo'yicha to'g'rimi? Birinchi vazirga va ikkinchi o'sha korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limiga xabardor qilish kerak bo'ladi. Rahmat. Savol yo'q. Komissiya a'zolariga taklif e'tirozlaringiz bormi? Yo'q. Komissiya qarorini shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. O'rnatilgan tartibda tanlovda qatnashganingiz uchun rahmat. Rahmat. Raqamlashtirish xodimlari ishlaydi.
Xorazm viloyati. Komissiya raisi. Assalomu alaykum. Xorazm viloyati. Yoqildimi bekas? Quvondingmi? Quvondiq aka eshitilyaptimi? O'tgan safargisi yaxshi edi, ha? Boshlaydi. Oldinda uchun. Quvondiq aka eshitilyaptimi? Xorazm. 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 Ovozimizni o'chirib qo'ygan. Bo'ldi, yoqildi. Ana yoqing videoni. Xorazmdan Quvondiqqa qo'shiladi hozir. Iya. Mayli. Qo'shiladi. Xorazmdan Quvondiqqa qo'shiladi. Shu bilan yillik hisobda tugadimi, xudo xohlasa, yana bormi? Yo, tanlovni moshina. Shu ham bormi? Bir kun Biz ham Namanganda ham qo'shib olaylikmi, nazorat bilan? Ha, tayyor xat yubordim kecha. Tayyor turibdi. Ana chaqiravering, Quvondiq aka. Kim kelgan bo'lsa ketma-ket chaqiravering, 3 ta nomzod o'zi boya. Quvondiq aka. Eshitmadim. Babay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nomzodga kelgan bo'lsa taklif qilsangiz bo'ladi aka. Bo'ldi, chaqirdim. Birinchi nomzod keldi, Ataniyozov Ali Kamilovich suhbatda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi Xorazm viloyati bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga nomzod Ataniyozov Ali Kamilovich 1973-yil Bog'ot tumanida tug'ilgan, ma'lumoti oliy, mutaxassisligi bo'yicha yer tuzilishi. Mehnat faoliyatini 1998-yil boshlagan. Hurmatli nomzod, sizga ekran orqali tasodifiy savollar beriladi. Ketma-ketligi bo'yicha javob berishingiz mumkin. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Xo'p bo'ladi. Xizmat tekshiruvlari qanday ma'lumotlarga asosan o'tkaziladi degan ekan birinchi savoli. Xizmat tekshiruvlari xodimning noqonuniy harakatlari to'g'risida asosli ma'lumotlar kelib tushganda shunga asosan o'tkaziladi. Bunday ma'lumotlar kelib tushishi mumkin. Tashkilot rahbariyatiga xodimlardan yozma ma'lumotlar kelib tushishi mumkin. Tashkilotning aloqa kanallari orqali kelib tushishi mumkin. Xabarlar kelib tushishi mumkin. Keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali hamda ommaviy axborot vositalari orqali kelib tushadigan ma'lumotlar asosida xizmat tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin. Rahmat. Va keyingi savolga o'tsangiz bo'laveradi unda, hurmatli nomzod. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda qanday ma'lumotlardan foydalaniladi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PK 240-son qarori asosida aytib bering deyilgan. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda bu yerda o'zi baholash uslubiyati qabul qilinishi kerak tashkilotda. Shu uslubiyat orqali
belgilangan ma'lumotlar birinchi navbatda misol tashkilotda korrupsiyaviy xavfi yuqori bo'lgan lavozimlar va yo'nalishlar aniqlanib chiqiladi. Keyin xodimlarni manfaatlar to'qnashuvi holatlari o'rganiladi. Xaridlar, davlat xaridlarida amalga oshirishda shaffoflikni ta'minlanganligi, shartnomalar tuzilishining shaffofligi, Bo'ladi, rahmat. Keyingi savolga o'tavering, hurmatli nomzod. 3-savol. O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengashining ishchi organi qaysi tashkilot hisoblanadi deyilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi shu korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashning ishchi organi hisoblanadi. Bu O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunida ko'rsatib o'tilgan. Rahmat. 4-savol. Tashkilotning korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati asosiy yo'nalishlari, elementlari hamda tamoyillari nimalardan iborat? Korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatining asosiy yo'nalishlari korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik, korrupsiyani oldini olish, xodimlarni korrupsiyaga qarshi o'qitish, ularni bilim va malakalarini oshirib borish, korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish, mana shular hisoblanadi. Rahmat. Oxirgi savol. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko'p duch keladigan davlat xizmatchilarining lavozimlari ro'yxati qanday shakllantiriladi? Korrupsiyaga xavf-xatarga eng ko'p duch keladigan davlat xizmatchilarining lavozimlari ro'yxati bu Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan E-Antikor.uz platformasi orqali shakllantiriladi. Qaysi qaror bo'yicha? Qaysi qaror bo'yicha? Qarori Yuqorida aytdingizki, 240-sonli qaror bo'yicha. 240-sonli. Rahmat. Komissiya a'zolarida qo'shimcha bormi, hurmatli nomzod, savollarga? Qo'shimchalar bo'lmaydigan bo'lsa, komissiya a'zolarida savol bormi? Savol yo'q ekan, ishtirok uchun rahmat. Belgilangan tartibda suhbat yakuni bo'yicha javoblar ma'lum qilinadi. Komissiya a'zolariga taklif va e'tirozlaringiz bormi? Yo'q, taklif e'tirozlar. Tanlovda qatnashganingiz uchun rahmat. Labbi. Qo'shimcha savollar bo'lsa agar javob bersam mumkinmi agar? Qo'shimcha savol hozirgi kunda mehnat faoliyati ko'rsatilgan ekan, bugungi kunda qayerda faoliyat yurityapsiz? O'z umuman shaxsiy mehnat faoliyatingiz bo'yicha. Hozircha vaqtincha ishsizman. Men shu 2025-yil 1-sentyabrgacha Tatu Urganch filialida shu komplians nazorat bo'limi boshlig'i lavozimida ishlaganman. Hozir u Tatu Urganch filiali Urduga qo'shilganligi munosabati bilan shu sakrasheniya bo'lgan shtat, shuning uchun hozircha vaqtincha ishsizman. Rahmat. Savol berasizmi? Bu bizda boshqa savollar yo'q ekan. Hurmatli nomzod. Komissiya qarori shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Tanlovda qatnashganingiz uchun rahmat. Rahmat. Qonun aka keyingi nomzodni taklif qilsak bo'ladi.
Bekleyen emasmi? Sifatda Ibodullayev G'ayrat Shahnazarovich. Assalomu alaykum. Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi Xorazm viloyati bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga navbatdagi nomzod Ibodullayev G'ayrat Shahnazarovich 1979-yil Bog'ot tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, ma'lumoti bo'yicha mutaxassisligi moliya va kredit. Mehnat faoliyatini 2001-yilda boshlaganlar. Hurmatli nomzod, siz Sog'liqni saqlash vazirligi ishga qabul qilish komissiyasi hukumatiga tashrif buyurdingiz. Agar ruxsat bersangiz, savol javoblarni boshlasak, ekran orqali 4 ta 5 ta savol beriladi. Tasodifiy savollar. Ketma-ketligi bo'yicha javob berishingiz mumkin. Ko'rindimi? Ko'rindi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovozingiz chiqarib o'qib javob berishingiz mumkin. Mayli. Birinchi savol: korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda qanday ma'lumotlardan foydalaniladi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PK 240-son qarori asosida aytib bering. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda qanday Kameradan yaqinroq qilsa bo'ladimi? Yuzini ko'rish. korrupsiyaviy Uni o'sha ikki marta bosib shu. Hozircha ikkinchi savolga javob berib tursam bo'ladimi? Bo'ladi. Navbat ketma-ketlik o'tib ketavering. Javob bo'lmasa, keyingisiga o'tavering. Kontragentlarga nisbatan tekshiruvlar qanday muddatlarda amalga oshirilishi lozim? Kontragentlarga nisbatan tekshirishlar bir yilda kamida bir marta amalga oshirilishi lozim. Bu tekshirilishi zarur bo'lgan kontragentlar, chunki tekshirilmasligi mumkin bo'lgan kontragentlar ham bor. Bularga elektron savdolarda qatnashayotgan, bahoni pastga tushirishda auksionlarda qatnashayotgan, keyin mana o'z davlat monopoliya tashkilotlari bilan tuzilayotgan shartnomalar, gaz, elektr, suv, shunga o'xshash shartnomalar bor. Ularda tekshirish shart emas kontragentlarni. Shundan qolgan boshqa kontragentlarni bir yilda kamida bir marta tekshirish lozim. Tugadi ikkinchi savolga javobim. Uchinchi savolga o'tsam bo'ladi? Bo'ladi, bemalol o'tavering. Ichki nazorat tuzilmalari vazifa va funksiyalari tashkilotning boshqa tuzilmasiga yuklatilishi mumkinmi? Hozir mavjud amaldagi qonun qoidalarga asosan bu ichki nazorat tuzilmalarining vazifa va funksiyalarini boshqalarga yuklatish to'g'risida bir cheklovlar yoki majburiyatlar yo'q, lekin bu ichki nazorat tuzilmasining o'zining funksiyalari, vazifalari, uning ish hajmi, mas'uliyati o'shalardan kelib chiqib, bu ichki nazorat tuzilmalarining vazifasini boshqa tashkilotning tuzilmalariga yuklatish tavsiya qilinmaydi. Rahmat, keyingi savol. To'rtinchi savol: tashkilotda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni o'z vaqtida baholashda o'tkazishga kim javobgar hisoblanadi? Tashkilotda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni o'z vaqtida baholashda o'tkazishga bu tashkilotdagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari javobgar hisoblanadi. Yana kimlar ichki nazorat tuzilmasidan boshqa yana kimlar mas'ul hisoblanadi qonunchilik bo'yicha? Endi tashkilot rahbari bevosita o'sha nimaga mas'ul? O'sha tashkilotda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni oldini olish bo'yicha choralar nimalar bo'yicha bevosita mas'ul tashkilot rahbari. Asosiy. Rahmat. Keyingi savol. Boshqa tuzilmalar, yuridik xizmat, audit xizmati, kadrlar tarmog'i, mana shu tuzilmalar ham mas'ul hisoblanadi. Shu nuqtai nazarda aytdik.
Rahmat, keyingi savolga o'tsangiz bo'ladi. Hozir. Beshinchi, korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi nima? Korrupsiyaviy xavf-xatarlar bu tashkilotning funksiyalari va vazifalarini bajarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan korrupsiyaviy xavf-xatarlarning tasnifi, darajasi, ularga qarshi qo'llanishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlarni, o'sha chora-tadbirlarni amalga oshirishga kimlar mas'ul, korrupsiyaviy xavf-xatarlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan lavozimlar, xizmatlar, shularni o'zida aks ettiradigan hujjat bu korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi deb aytiladi. Rahmat. Qo'shimcha bormi savollarga nisbatan javob? Mana bu birinchi savolga hozir sal nima tushunmayroq turibmanda. Mana shu 5-chi savolga javob berdingiz-ku, 240-sonli qaror bor. Unda shu qaror mazmunini aytib bering bizga. Savolni salani o'qilamiz. Mana aytayaptiki, qarorni asosida aytib bering yoki qarorni mazmunini aytib bersangiz ham bo'ladi agar o'qigan bo'lsangiz, tanishgan bo'lsangiz. Yo'q, o'sha qarorning nomini aytsam esimga keladi-da, hozir o'sha nomi nima qilmayapti bu yerda-da. Qaror nomi davlat organlari va tashkilotlarda korrupsiya xavf-xatarlarni baholash to'g'risida. Qisqacha nom. Baholash? Ha. Korxona va tashkilotlarda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashi mezonlari bor. Mana bu davlat tashkilotlari va tarkibida 50%gacha davlat ulushi bor tashkilotlar va unda ziyod tashkilotlarni majburiy tartibda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash joriy qilingan. Nima desam bo'ladi? Baholash tartibi joriy qilingan. Bular 5 ta yo'nalish bo'yicha baholanadi bu baholash. Mayli, men bitta savol beraman. Xo'p, to'g'ri tanishib olasiz uni. Xo'p, sal yo'nalishda adashyapsiz, hurmatli nomzod. Chunki bergan javobingizni ham bilishingiz kerak. Mana bugungi kunda hozir tadbirkorlik bilan ham shug'ullanar ekansiz, to'g'rimi? Shohnazar Ganji vatanimiz kelajagi siz rahbar ekansiz, tashqi sifatida. Va davlat xizmatchisi bugungi qonunchilik talab bo'yicha o'z tadbirkor sifatida shug'ullanishi mumkinmi? Tadbirkor bo'lish mumkinmi? Davlat xizmatchisi asosan davlat fuqarolik xizmatchisi. Ya mana konkret javob bering. Eshiting, hurmatli nomzod. Siz mana topshirayotgan lavozim bu davlat fuqarolik xizmatchisi reyestriga kiradi. Ya'ni aynan shu lavozimga o'tsangiz, parallel ravishda shu qonunchilik talab bo'yicha tadbirkorlik shug'ullanish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, qaysi qonunchilikda aks etgan shu? Davlat fuqarolik xizmatchisi xodimi asosan manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelmaydigan tadbirkorchilikga shug'ullanishi mumkin emas. Nimalar mumkin? Masalan, boshqarishga aralashmaydigan aksionerlik jamiyatlarni ulushi aksiyasini sotib olib qo'ygan bo'lsa, u bo'ladi u. Lekin boshqa asosiy tadbirkorchilik bilan shug'ullanish mumkin emas boshqa nimalarda. Bu davlat xizmatchiligiga kirish paytida agar nima bo'lsa, shuni to'xtatib turish o'sha xizmatda vaqtida so'raladi undan, xodimdan, o'sha tadbirkorchilikni to'xtatib turish so'raladi. Mumkin emas u tadbirkorchilik bilan shug'ullanish. Rahmat sizga. Komissiya a'zolarida savollar bormi? Komissiya a'zolarida savollar yo'q ekan, agar bizga taklif, e'tiroz bo'lmaydigan bo'lsa, sizga javobi belgilangan tartibda o'z elektron pochtangizga qaror yuboriladi, komissiya qarori. Rahmat ishtirok uchun. Mayli, rahmat. Men ham bir narsani e'tibor aytmoqchi edim. O'sha tadbirkorchilik nuqtai nazaridan men u nimalarda faoliyatim to'xtagan, o'shani aytib qo'ymoqchi ma'lumot uchun. Rahmat. Mayli, salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat, hurmatli nomzod. Oxirgisi Bekshan Anvar deymi? Qo'shimcha bo'lmaydi. Yo'qmi? Kelganmi? Qondiq aka?
Hurmatli komissiya raisi va a'zolari, 3-chi nomzod Bekjanov Anvarbek kutmasdan ketib qolibdi. Bo'ldi, rahmat. Boshqa nomzodlar kelmaganmi? Yo'q, kelgan edi, lekin hozir navbati kelguncha yo'q, ketibdi уже. Yo'q, qolgan nomzodlar. Boshqa nomzod kelmagan. Kelmagan, ha? Hop, Suhbatga kiradigan boshqa nomzod yo'q. hop, rahmat. Rahmat, Xorazm studiyasi. Rahmat katta. Sog' bo'linglar, rahmat. Abdulla aka, assalomu alaykum. Bo'ldi, Quvondiq aka, rahmat sizga. Abdulla aka, Labbay aka. assalomu alaykum aka, bayramlar bilan. Katta rahmat aka ishtiroki uchun. Rahmat, yakunladikmi? Menda ham e'tiroz yo'q, takliflar yo'q, rahmat. Hop, sog' bo'ling aka, bayramlar bilan sizlar kelayotgan. Rahmat sizga ham, tabriklayman. Hurmat. Sog' bo'ling. Qo'yib yuboraylik.